bugun men pensiya olayotgan har bir odam, pensiya yoshiga yaqinlashgan har bir fuqaro va onasining pensiyasiga yordam berib kelayotgan har bir farzand uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 11 noyabrdan keyin ko'pchilik pensionerlar uchun avvalgidek pul keladi, olib qo'yaman bo'ldi degan oddiy tartib yetarli bo'lmay qolmoqda. Eng katta xavf shundaki, ayrimlar pensiyasi kechikishi, ayrimlar ortiqcha to'langan pulni qaytarishga majbur bo'lishi, ayrimlar esa hujjatdagi kichik xato sabab ovoragarchilikka tushishi mumkin. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, aynan nima o'zgarganini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar tinch bo'lishi mumkinligini va bugunoq nima qilish kerakligini sodda tilda tushuntiraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham saqlab qoladi. Oldin ko'p pensionerlar uchun jarayon juda oddiy ko'rinardi. Pensiya tayinlagan, har oy bank kartasiga yoki naqd shaklda pul kelgan. Odam uni olgan. Kimdir o'zi borib olgan, kimdir farzandiga kartasini bergan, kimdir ashonchonoma orqali boshqa odamga oldirgan. Qishloqlarda ham, shaharda ham ko'pchilik mening pensiyam tayinlangan. Endi uni hech kim tekshirmaydi deb o'ylardi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Davlat idoralari, pensiya jamg'armasi, banklar, FDGO, soliq organlari, bandlik tizimi, mahalla va boshqa ma'lumot bazalari o'zaro ko'proq solishtirilmoqda. Ya'ni endi pensionerning hujjatlari faqat bir marta emas, muntazam tekshiruvdan o'tishi mumkin. Odam tirikmi? Boshqa joyga ko'chganmi? Nogironlik guruhi muddati tugamaganmi? Ish staji to'g'ri ko'rsatilganmi? Bir vaqtning o'zida ikki xil to'lov olayaptimi? Bank kartasi egasining o'zi tomonidan ishlatilyaptimi yoki yo'qmi? Bularning hammasi ko'proq nazorat qilinadi. Mana shu narsa ko'pchilik qo'rqqan masala. Chunki ilgari xato hujjat, eski ma'lumot yoki vaqtida yangilanmagan guvohnoma yillar davomida bilinmasligi mumkin edi. Endi esa bitta bazadagi ma'lumot ikkinchi bazaga mos kelmasa, tizim savol beradi. Savol bergandan keyin pensiya darhol butunlay to'xtaydi degan emas. Lekin to'lov kechikishi, qo'shimcha hujjat so'ralishi yoki odam pensiya bo'limiga chaqirilishi mumkin. Men eng avvalo shuni aniq aytaman. Halol pensiya olayotgan, hujjatlari joyida bo'lgan, yashash joyi va shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan odam vahima qilmasligi kerak. Ammo menda hammasi eski pasport bo'yicha edi. Men boshqa tumanga ko'chganman. Lekin pensiya hujjatim eski joyda. Onamning kartasini men ishlataman. Nogironlik muddati qachon tugaganini bilmayman. Ish stajimda eski korxonadan hujjat topilmagan degan holatlar bo'lsa, e'tiborli bo'lish kerak. Asosiy qism nima bilish kerak? Kim xavotir olsin, kim xotirjam bo'lsin, birinchi muhim masala shaxsiy ma'lumotlar. Pensiya tizimida ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, JSSHIR. Yashash manzili va bank ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Oddiy ko'ringan bitta harf xatosi ham muammo keltirishi mumkin. Masalan, pasportda Abdullayeva yozilgan, pensiya bazasida Abdullayeva deb kiritilgan bo'lsa, avval bunga e'tibor berilmagan bo'lishi mumkin. Lekin elektron solishtirish kuchayganda tizim buni farq sifatida ko'radi. Natijada pensionerdan hujjatni yangilash, ariza yozish yoki ma'lumotni to'g'rilatish so'raladi. Ikkinchi masala yashash joyi. Ko'p odamlar bir tumandan boshqa tumanga ko'chadi, farzandlari yoniga boradi, lekin pensiya hujjatlarini ko'chirmaydi. Masalan, Samarqand viloyatida pensiya tayinlangan ayol Toshkentdagi qizining uyida doimiy yashab qolgan. Kartaga pul tushib turibdi, muammo yo'qdek. Ammo tibbiy xizmat, mahalla ma'lumoti, yashash ro'yxati, bankdagi ma'lumotlar boshqa joyni ko'rsatsa, tizim aniqlashtirish talab qilishi mumkin. Bu pulni bekor qilish uchun emas, odamning haqiqiy holatini tasdiqlash uchun qilinadi. Lekin pensioner o'z vaqtida bormasa, qo'ng'iroqlarga javob bermasa yoki hujjat olib kelmasa, to'lov kechikadi. Uchinchi masala vafot etgan pensioner nomiga pensiya olish. Bu eng jiddiy holatlardan biri. Ayrim oilalarda keksa odam vafot etadi, lekin kartaga pul kelishda davom etadi. Farzandlar baribir davlat berdi olaylik deb o'ylaydi. Men ochiq aytaman, bu juda xavfli. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, undan keyingi davr uchun tushgan pul qonuniy to'lov hisoblanmaydi va keyin qaytarilishi talab qilinadi. Misol uchun, otaxon 5 oy oldin vafot etgan, lekin kartasiga har oy 20 million 200 ming so'mdan pul tushgan. Oilasi 6 million so'mni ishlatib yuborgan. Keyin FDGO ma'lumoti pensiya bazasiga tushadi va ortiqcha to'lov aniqlanadi. Endi oila bu summani qaytarish kerak bo'ladi.
Agar qaytarmasa, sud tartibi ijro hujjati. Bank hisob varaqlariga cheklov kabi muammolar paydo bo'lishi mumkin. 4-masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yoshi katta yura olmaydi, kasal bo'ladi. Ular farzandiga yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy yo'l. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, notarius hujjati eskirgan bo'lsa yoki pensionerning o'zi hayotda, ammo unga pul yetib bormayotgan bo'lsa, bu katta muammo. Men ko'p uchratgan vaziyat, bu o'g'liga ishonchnoma bergan, o'g'li kartadan pul oladi, lekin buviga to'lib bermaydi. Bunday holatda nazorat kuchaysa, bank va pensiya organi pensionerning o'zidan tasdiq so'rashi mumkin. Pensioner men pulni olmayapman desa, ish jiddiylashadi. 5-masala nogironlik pensiyasi va nafaqalar. Nogironlik guruhi muddatsiz bo'lsa boshqa. Ma'lum muddatga berilgan bo'lsa boshqa. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugagan bo'lsa, odam qayta ko'rikdan o'tishi kerak. Avvallari kimdir muddatni unutgan, lekin to'lov biroz davom etgan bo'lishi mumkin. Endi elektron tizim muddat tugaganini tezroq ko'rsatadi. Masalan, 2 guruh nogironligi 1 oktyabrgacha belgilangan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, noyabr oyidagi to'lovda savol tug'ilishi mumkin. Agar nogironlik tasdiqlansa, to'lov davom etadi. Tasdiqlanmasa, pensiya yoki nafaqa qayta ko'rib chiqiladi. 6-masala ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi kesiladimi deb so'raydi. Bu yerda eng muhim narsa to'lov turiga bog'liq. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'pchilik odamlar ishlashi mumkin. Lekin ayrim nafaqalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlarda bandlik holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik, parvarish puli, ayrim ijtimoiy yordamlar oilaning daromadiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, soliq bazasida daromadi ko'rinadi. Bu pensiyaning o'zini emas, lekin qo'shimcha yordamlarni qayta baholashga sabab bo'lishi mumkin. 7-masala bank kartalari va pul yetish tartibi. Pensiya kartasini butunlay boshqa odam ishlatishi, PIN kodni qo'shniga berish, kartani garovga qo'yish, qarz evaziga ushlab turish kabi holatlar juda xavfli. Pensioner kartam o'g'limda, men bilmayman desa, rasmiy jihatdan pul pensioner hisobiga tushgan bo'ladi, lekin amalda u puldan foydalana olmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank kartasi egasining o'zida bo'lishi kerak. Agar pensioner yura olmasa, qonuniy ishonchnoma yoki bankning uyga xizmat ko'rsatish imkoniyatlari haqida so'rash kerak. Endi kim xavotir olish kerakligini aniq sanab o'taman. Birinchidan, hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqamida farq borlar. Ikkinchidan, boshqa hududga ko'chib pensiya ishini ko'chirmaganlar. Uchinchidan, nogironlik muddati yoki tibbiy hujjatlar yangilanmaganlar. 4-dan, vafot etgan qarindoshining kartasidan pul ishlatganlar. 5-dan, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa ham pul oldirib yurganlar. 6-dan, bir nechta turdagi ijtimoiy to'lov olayotgan va qaysi biri qaysi asosda berishni bilmaydiganlar. 7-dan, bank kartasini boshqa birov nazorat qilayotgan pensionerlar. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar pensiya o'z nomingizda, ID kartangiz yangilangan, yashash joyingiz to'g'ri, kartangiz o'zingizda, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlari muddatida hech qanday soxta ma'lumot yo'q bo'lsa, asosan xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki tizimdagi xato har doim ham fuqaroning aybi bo'lmaydi. Ba'zan operator eski ma'lumotni noto'g'ri kiritgan bo'ladi. Ba'zan arxivdagi ish staji hujjati to'liq ko'chmagan bo'ladi. Ba'zan bankka hisob varag'i yangilanmagan bo'ladi. Aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 6-7 yoshli pensioner har oy 1.800.000 so'm pensiya oladi. U 2022 yilda ID karta olgan, lekin pensiya bo'limida eski pasport raqami qolgan. Bankda esa yangi ID karta bilan hisob ochilgan. Bir oy pul odatdagidan 3-4 kun kechikadi. Odam vahma qiladi. Aslida muammo shundaki, ma'lumotlar moslashtirilishi kerak. U pensiya bo'limiga ID karta nusxasi, JSH shir va arza bilan borsa, muammo hal bo'ladi. Ikkinchi misol, 72 yoshli bu qishloqda ro'yxatda, lekin Toshkentda o'g'li bilan yashaydi. Pensiya kartasi o'g'lida. Bu kasal, bankka bora olmaydi. Tekshiruv vaqtida mahalla buvining qishloqda yashamayotganini aytadi. Pensiya bo'limi aniqlashtirish so'raydi. To'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Bu yerda yechim yashash holatini qonuniylashtirish, kerak bo'lsa pensiya ishini yangi hududga o'tkazish, ishonchnomani tartibga solish. Uchinchi misol,
bir otaxon uch guruh nogironlik pensiyasi oladi. Uning qayta ko'rik muddati 10 noyabrda tugagan. U esa o'zimni yomon his qilyapman, keyin boraman deb cho'zadi. Dekabrda pensiya kamaygan yoki to'xtaganini ko'rib hayron bo'ladi. Aslida muddatli hujjatning muddati tugagan. U tibbiy hujjatlarni tayyorlab, poliklinika orqali qayta ko'rikdan o'tish kerak edi. Agar uzrli sabab bo'lsa, ayrim holatlarda qayta tiklash masalasi ko'riladi, lekin buning uchun dalil kerak. Shifoxonada yotgani, harakatlana olmagani, kasallik varaqasi yoki tibbiy ma'lumotnoma. Endi eng muhim nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta: pensiya kechiksa, bu har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ko'pincha odamlar pul tushmadi, demak meni ro'yxatdan chiqarishdi deb o'ylaydi. Aslida bankdagi texnik kechikish bayram kunlari, hisob varaq o'zgarishi, karta muddati tugashi, ma'lumot yangilanishi yoki tekshiruv sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi kun yo'q vahima emas, aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik nuqta: karta muddati. Bank kartasining amal qilish muddati tugagan bo'lsa, pensiya hisobga tushgan bo'lishi mumkin, lekin siz yecha olmaysiz. Ayrim pensionerlar kartaning ustidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, karta 1124 deb yozilgan bo'lsa, bu 2024 yil noyabrgacha amal qiladi. Muddati tugasa bankdan yangi karta olish kerak. Bu pensiya yo'qoldi degani emas, lekin yangi karta chiqmaguncha puldan foydalanish qiyinlashadi. Uchinchi nozik nuqta: ortiqcha to'lov. Pensiya organi xatolik bilan ko'proq pul to'lagan bo'lishi mumkin. Agar bu fuqaroning aybsiz bo'lsa ham, ayrim holatlarda ortiqcha pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. Agar fuqaro noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, masalan, vafot holatini yashirgan, ishga kirgani aytmagan, nogironlik muddati tugaganini bilib turib hujjat topshirmagan bo'lsa, masala jiddiyroq bo'ladi. Shuning uchun tushgan pul mening pulim degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Pul qaysi asosda tushganini bilish kerak. To'rtinchi nozik nuqta: bir kishining nomiga bir nechta to'lov. Masalan, pensioner yoshga doir pensiya oladi, yana parvarish puli, kommunal kompensatsiya, mahalladan moddiy yordam yoki nogironlik bilan bog'liq imtiyoz olishi mumkin. Har bir to'lovning sharti alohida. Pensiya saqlanib qolsa ham boshqa to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odam esa pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi. Aslida kesilgan narsa pensiya emas, qo'shimcha yordam bo'lishi mumkin. 5-nozik nuqta: chet elga chiqish. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, yashash holati, bank kartasidan foydalanish, ishonchnoma va shaxsiy tasdiqlash masalalari paydo bo'lishi mumkin. Chet elda farzandlari bilan yashayotgan pensionerlar har doim o'z pensiya hujjatlari bo'yicha amaldagi tartibni oldindan aniqlashtirish kerak. Chunki ayrim holatlarda shaxsning hayotda ekanini tasdiqlovchi hujjat, konsullik orqali ma'lumot yoki ishonchnoma talab qilinadi. 6-nozik nuqta: arxiv staji. Pensiya miqdori ish stajiga va ish haqi ma'lumotlariga bog'liq bo'lgan holatlar bor. Eski zavod, kolxoz, sovxoz, tashkilot yopilgan. Arxiv hujjatlari to'liq emas. Agar keyinchalik tekshiruvda staj noto'g'ri hisoblangan deb topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin aksincha holat ham bor. Odamning foydasiga qo'shimcha staj topilishi mumkin va pensiya o'sishi ehtimoli bor. Shuning uchun eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlar nusxasi, ish haqi ma'lumotlari juda qimmatli hujjatlardir. 7-nozik nuqta: og'zaki gapga ishonmaslik. Qo'shnim aytdi, 11 noyabrdan hammaning pensiyasi kesilar ekan. Bankdagilar aytdi, karta bermasang pul yo'qolar ekan. Mahalladagilar aytdi. Hamma qayta ro'yxatdan o'tarkan kabi gaplar bilan qaror qabul qilmang. Har doim rasmiy manbadan so'rang. Pensiya bo'limi, bank, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla mas'ul yoki ishonch telefonlari. Og'zaki vahima ko'p hollarda odamni noto'g'ri harakatga majbur qiladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, JSHR, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqamingiz bir-biriga mosmi? Shuni ko'rib chiqing. Agar pensioner ota-onangiz bo'lsa, ularning hujjatlarini ham tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Telefon raqami o'z nomidami? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasida pul tushumi ko'rinayaptimi? Bularning hammasi muhim. Ikkinchi qadam: pensiya bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar pul kechiksa yoki miqdori o'zgarsa, darhol janjal qilish emas. Avval sababini so'rang. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari kerak bo'lsa, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma nusxasi, yashash joyi bo'yicha
ma'lumotlarni oling. Ariza yozayotganda pensiya to'lovining kechikish sababi va hozirgi holati haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yozma javob keyin sizga dalil bo'ladi. 3-qadam. Bankka borib hisob varaqni tekshiring. Ba'zan muammo pensiya bo'limida emas, bankda bo'ladi. Karta bloklangan, muddat tugagan, PIN noto'g'ri kiritilgan, hisob varaq yopilgan yoki karta almashtirilgan bo'lishi mumkin. Bankdan rekvizitlaringizni oling va pensiya bo'limidagi ma'lumot bilan solishtiring. Agar bank kartasi yo'qolgan bo'lsa, darhol bloklatib yangi karta oling. Karta yo'qolgan bo'lsa ham pensiya yo'qolmaydi. Lekin begona odam pulni yechib olmasligi uchun tez harakat qilish kerak. 4-qadam, ishonchnomani tartibga soling. Agar pensioner o'zi pul ola olmasa, notarial ishonchnom rasmiylashtiring. Ishonchnoma muddati tugamagani tekshiring. Unda aynan pensiya olish, bank hisob varag'idan foydalanish, hujjat topshirish vakolati yozilgan bo'lishi kerak. Umumiy yordam beradi degan noaniq hujjat ba'zan yetarli bo'lmaydi. Pensionerning o'zi imkon qadar vaziyatdan xabardor bo'lsin, pul qayerga tushayotganini bilsin. 5-qadam, vafot holatida pulga tegmang. Agar yaqin qarindoshingiz vafot etgan bo'lsa va uning kartasiga keyin pul tushsa, bu pulni yechib ishlatmang. Avval pensiya bo'limiga xabar bering. FDG hujjatni rasmiylashtiring. Dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularni alohida tartibda so'rang. Vafot etgan odam nomiga tushgan keyingi pensiyani ishlatish keyin katta qarzga aylanishi mumkin. 6-qadam, nogironlik va tibbiy hujjat muddatini kuzating. Qayta ko'rik sanasini telefoningizga yozib qo'ying. Farzandlaringizga ayting. Shifokor bilan oldindan bog'laning. Muddat tugaganidan keyin yugurib yurishdan ko'ra 20 kun oldin tayyorgarlik ko'rgan yaxshi. Tibbiy kartalar, tashxislar, shifoxona xulosalari, dori-darmon bo'yicha ma'lumotlar, tekshiruv natijalarini bir papkada saqlang. 7-qadam, eski ish staji hujjatlarini yig'ing. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari. Ish haqi haqida ma'lumot, harbiy xizmat hujjatlari, bolalarni parvarish qilish davri bo'yicha hujjatlar. Bular kelajakda pensiyani qayta hisoblashda kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiyangiz kam deb o'ylasangiz, mening pensiyam qanday hisoblangan, qaysi stajlar kiritilgan deb yozma ma'lumot so'rashga haqlisiz. 8-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Ko'p idoralar SMS orqali xabar yuboradi. Agar pensiya hujjatlarida eski raqam turgan bo'lsa, siz muhim xabarni olmaysiz. Pensiya bo'limida, bankda, davlat xizmatlari tizimida amaldagi raqamingiz ko'rsatilgan bo'lsin. Ayniqsa farzandlarining raqami yozilgan pensionerlar ehtiyot bo'lsin. Agar farzand boshqa shaharda bo'lsa yoki raqam ishlamasa, chaqiruvdan bexabar qolish mumkin. 9-qadam, har bir murojaatni izsiz qoldirmang. Og'zaki gaplashdingiz yaxshi, lekin muhim masalada ariza yozing. Arizaning kirim raqamini oling yoki elektron murojaat yuboring. Menga shunday deyishdi degan gapga isbot bo'lmaydi. Kirim raqami, javob xati, SMS, bank ma'lumotnomasi, bular sizni himoya qiladi. 10-qadam, oilada ochiq gaplashing. Pensioni ota-onangizning kartasi kimda? Pul qachon tushadi? Qancha tushadi? Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlarga qancha ketadi? Bularni yashirmang. Afsuski, ba'zi oilalarda pensionerning puli ustida kelishmovchilik chiqadi. Men mutaxassis sifatida aytaman. Pensiya avvalo pensionerning ehtiyoji uchun. Farzandlar yordam berishi mumkin, lekin pensionerning o'z pulidan bexabar qolishi to'g'ri emas. Demak, 21 noyabrdan keyingi eng katta o'zgarish shundaki, pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha nazorat. Ma'lumotlarni solishtirish va hujjatlarni aniqlashtirish kuchaymoqda. Bu halol pensionerlarni qo'rqitish uchun emas, noto'g'ri to'lov, ortiqcha pul, vafot etgan odam nomiga pul olish, muddati tugagan hujjatlar va bazalardagi xatolarni kamaytirish uchun qilinadi. Lekin hujjatlariga befarq bo'lgan odamlar qiynalishi mumkin. Mening eng asosiy maslahatlarim: hujjatingizni tekshiring, kartangiz muddatini ko'ring, yashash manzilingizni aniqlashtiring, ishonchnomani yangilang, nogironlik muddat tugashini kutib o'tirmang, vafot etgan odam nomiga tushgan pulga tegmang va har qanday muammoda yozma murojaat qiling. Agar sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, nogironlik hujjati, ishonchnoma yoki ortiqcha to'lov bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing. Men imkon qadar tushuntirib beraman. Videoni like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi borlarga jo'nating. Kanalga obuna bo'ling, chunki keyingi videolarda pensiyani oshirish
qayta hisoblatish va hujjat xatolarini tuzatish bo'yicha yanada muhim ma'lumotlarni aytib beraman.